Ba'zan inson hayotida shunday bir lahza bo'ladiki, u hamma narsaga ega bo'lsa ham, aslida eng muhim narsani yo'qotgan bo'ladi. Serdar O'zkan yozgan G'oyib bo'lgan atirgul bu oddiy hikoya emas. Bu inson qalbiga berilgan savol. Sen haqiqatan ham baxtlisanmi? Asar bosh qahramoni hayotda hamma narsaga erishgan, lekin ichki bo'shliqni his qilayotgan inson. U boylik, martaba va tashqi muvaffaqiyatlar ichida yashasa-da, qalbida nimadir yetishmaydi. Shu izlanishlar davomida u atirgul ramziga duch keladi. Atirgul bu chin muhabbat, qalb pokligi, hayotning asl ma'nosi. Lekin bu atirgul g'oyib bo'lgan, chunki inson uni o'z qo'li bilan yo'qotgan. Shoshqaloqlik, beparvolik va ochko'zlik sabab. Serdar O'zkan bizga shuni aytmoqchi bo'ladi. Inson baxtni uzoqdan qidiradi, lekin u allaqachon yuragida bo'ladi. Asar o'quvchini o'z ichiga qarashga majbur qiladi. Savol beradi. Men nimani yo'qotdim? Qachon qalbim jim bo'lib qoldi? Hali kech emasmi? Nega bu asar ta'sirli? Har bir inson o'zini topa oladi. Ruhiy uyg'onishga undaydi. Hayotga boshqa nigoh bilan qarashga majbur qiladi. Bu kitobni o'qigach, inson shunchaki sahifani yopmaydi. U o'zini o'ylab qoladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, g'oyib bo'lgan atirgul bu yo'qotilgan narsa emas, u eslash uchun berilgan imkon.